bir xulosa aytgan. Ikkala diyordagi, balki davrlar ham farqli bo'ladi. Binolarni o'ta ham mushtarak jihatlari bor. O'sha jihatlari qaysi desa, huquqiy jihatlar. Nima uchun desa, ikkala tomonda ham Hanafiy faqihlar ijtihod qilgan. Va binokorlar binolarni fuqarolarning maslahati bilan qilgan. Masalan, mana shu derzani shu tomonga ochsak bo'ladimi desa, faqih aytgan bo'ladi, bo'lmaydi deb. Shunda ochgan. Hatto o'lchashganda o'sha kishi o'lchab chiqqan. Samarqanddagi masalan bir ko'prik bilan ikkita bino o'rtasidagi ko'prik bilan Qohiradagi ko'prikning oralig'i bir xil ekan. Qaydan kelib chiqqan desa, ikkalasi ham o'sha o'tuvchini haqqini himoya qilish uchun balandlikni belgilagan. Shunda ikkala tomonda ham bir xil me'yor qo'yilgan. Askar otliq. Qo'liga uzun nayzani tutgan holda o'ta olish kerak deyishadi. Yo'ldagi odamga xalaqit qilmaydigan bo'lsin degan ma'noda. Shuni ikkala tomondan ham faqat birdan bir faqihlar ijtihod qilgan, o'sha ijtihodlar asosida me'morlar, quruvchilar fuqarolarning maslahati bilan bino qilishgan. O'shuning uchun u kishi o'sha ikkala bizni Moron, shu markaziy Osiyo, xususan Buxoro, Samarqanddagi binolar bilan Qohiradagi binolar o'ta ham mushtarak jihat ko'p degan. Oqovalar ma'nosida. Surat solish ma'nosida. Binolarning katta kichikligi ma'nosida. Masalan, Buxoro ulamolari inson o'zi uchun uy qursa 5 metrdan ortiq bo'lsa, ichki balandlik. Pol bilan shift orasi 5 metrdan oshishi mumkin emas deyishgan. Nima isrof deyilgan. Havoning kengligi uchun uzog'i 5 metrgacha foyda beradi. Undan keyin foydasi yo'q. Magar ham masjidlarga mumkin deyishgan. Jamoat katta bo'ladigan, zish bo'ladigan. Karbonat chiqqanda. Mana shu narsalarni hammasini ulamolar qo'yib bergan. Ana sizlarga hozir Buxorodan, Samarqanddan olinadigan dars ta'sir. Mana shu binolarni qilishda fuqarolarga qanday tayinlangan bo'lsa, o'sha vaqtdagi me'morlar xuddi shu ishni hozir ham qilish kerak. Sizlar me'mor sifatida, ergonomika deydi so'zlar. islomiy huquqiy jihatdan foydalanma, yondashuv. Alloh taolo alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Birodarlarimiz safarlarini xayrli qilsin Alloh taolo. Qilayotgan xizmatlarini qabul aylagin, kasb-korlariga barakot bergin, umrlariga, rizqlariga barakot bergin. Safarlardan maqsadlarini oson hosil qilgin, ilmlarini ziyoda, amaliga muvaffaq qilgin. O'zingning hidoyatingdan, inoyatingdan bir lahza ham ayirmagin. Xususan tashkilotchi bo'lgan Shehzodbek hoji aka birodarimizni qilayotgan xayrli ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. Yurtimizni, balki butun dunyoni obodonchiligiga hissa qo'shishlarini hammalariga nasib et. Sallallohu ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va alihi. Nodir birodarimiz